Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Azat. Bugun chorshanba. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizin təfsilatı bo'lsin. Xitoy xabar to'rnining 2 ayının 13 kundagi xabarda bildirilishicha, yaqinda kundalik turmush buyumlari besilgan yuk mashinalari Cho'chak tamojnisi tekshirish markazida tekshirilmoqda ekan. Agar tekshirish jarayonida normalsizlik payqalmasa, bu mallar Germaniyaga eksport qilindi ekan. 2024 yıldan başlap Şərq Türkistanның Cho'chak tamojnisi import-eksport sodasining kuchli o'sish sur'atini saqlab kelgan. Bu yil 1-oyda 2500 dan ortiq soda mashinasi eksport qilinib, o'xshash mezgildagidan 29,6% oshgan. Mushu bir oy ichida eksport qilingan soda mashinalarining soni yangi rekord yaratgan. 1-oyning 30-kuni chegaradan kirish-chiqish qitim soni 328 qitimga yetib, bu oy ichidagi eng yuqori rekord yaratgan. Cho'chak tamojnisining statistikasiga qaraganda 2023 yil Cho'chak tamojnisining import-eksport yuk miqdori 627 ming tonna bo'lib, o'xshash mezgildagidan 82,4% oshib, tarixdagi eng yuqori rekordni yaratgan. 2023 yil Sharq Turkistonning Cho'chak rayonidagi Xitoy-Qozog'iston chegara eg'izidan import qilingan tovarlarning qiymati 437 million yuanga yetib, Sharq Turkiston rayoni ichida birinchi o'rinda turgan. Xitoy yangi yil kirganda bu yan savdo doirasini texnik kengaytib, Sharq Turkiston bilan chegirdosh davlatlar bilan import-eksport miqdorini texnik ko'paytib, chegirdosh boshqa davlatlarning atalmish foydadan o'rtaq bahramand bo'lishiga sharoit yaratib berdi ekan. Xitoy qurilish to'rining 2 ayının 13 kundagi xabarda deyilishicha, Sharq Turkistonning Teklimakan qumliqining ichkari qismida Xitoy hukumatı tunji 10 ming metr cho'nqurlikdagi charlash quduqini qazishni davom qilayotgan bo'lib, burg'ilash planining cho'nqurligi 11 ming metr ekan. Burg'ilash bultur 5-oyda boshlangandan buyon ko'p qatim burg'ilash rekord yaratgan. Xitoy Tarim neftikining bosh texnik mutaxassisi Wang Chunshin 10 ming metrdan keyingi nishonimiz u bizning neft va tabiiy gaz bayqashimizdagi muhim rayon. Geologik mo'ljalga qaraganda 10,600 metr bizning asosiy nishon qavatimiz. Keyingi 20 yilda biz loyihalagan quduqning cho'nqurligi 11 ming metrga yetib, ilmiy izlanish maqsadimizni amalga oshirib qolmay, yana neft va tabiiy gaz bayqash vazifasini o'rnashimizni mukofolatga ega qiladi deganlarni bildirgan. U yana Tarim neftligi neft va tabiiy gaz boyligining strategik muhim rayon bo'lishi sifati bilan cho'nqur va darajadan tashqari neft va tabiiy gaz bayqashdagi asosli rayonga aylandi. Shinjin Taku birinchi quduqqa joylashgan Tarim o'ymonligi darajadan tashqari cho'nqur neft va tabiiy gaz rayoni. Cho'nqur tekshirib tadqiq qilishimizning natijasida 8000 metrdan tuvangi yer qatlamida neft va tabiiy geologik boylik umumiy miqdori 9 milliard tonnadan oshib, davlatning darajadan tashqari cho'nqur boyligining yarmidan ko'pragini egallaydi degan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.